Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugun sizlarga juda ham foydali bo'lgan videoni obzorini qilamiz. Videoda oxirigacha ko'ringlar. Ya'ni Andijonga kelganmiz, Izboskanga kelganmiz. Tomga teplitsa qilib qo'yishibdi. Videoda oxirigacha ko'ringlar. Sizlar ham endi uylarda bemalol teplitsa qilsanglar bo'ladi. Endi bahana kerak emas. Hab keling. Mana endi Tomga teplitsa qurgan akamiz bilan birma-bir nima mahsulotlar ishlatilgan, necha pul ketgan har birini obzor qilib o'tamiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Xo'p. Necha kvadratga qilingan bu joy aka? Endi parnigimiz o'zi общий kvadrati 250 kvadrat. Hozir biz shuni yarmiga sinash uchun ekdik buni pomidor bilan badring. O'zi asli buni qulpinoyga mo'ljallayapmiz. Xudo xolasa kuzgacha stilajlik qulpinoy ekamiz xudo xolasa. Ha, bu yer eksperiment uchun qilingan. Eksperiment uchun ekib qo'ydik, bekor turmasin deb. Bu pomidor-a? Pomidor, bodring ekkamiz. Pomidor, badring. Bolgarskiyimiz bor mana bu yerda. Shu mahsulotlarga necha pul ketdi aka? Buni mahsulotni o'zimiz urug' olib ekamiz desak, jinda kech qoldik. Tayyor nimasini oldik, ko'chatini. 1000 so'mdan oldik ko'chatni. 1000 so'mdan. Hozir mana ekkanimizga bir hafta bo'ldi. Xudo xolasa oldi mana gulladi mana. Bu ko'chatlarga bir hafta bo'ldi. Bir hafta bo'ldi. Necha pul ketdi общий ko'chatlarga? Общий 2 so'mlik ko'chat bor bu yerda. 800 ming so'mlik ko'chat bor. Xo'p. Buni mana shu teplitsani tayyorlash uchun necha pul ketdi? Buni tayyorlash uchun endi mehnat o'zimizdan bo'lgan. Biz hammasini o'zimiz qilganmiz, qo'l mehnatlarini. Materialni o'ziga $1000 oshiqroq pul ketdi. $1200 atrofida pul ketdi. Hamma yo'g'iga kelanka $1200. Ha, $1200 ketdi. Mehnatni o'zimiz qildik. Bu yer juda ham issiq ekan. Nimani hisobiga bunchalik issiq? Bu tepaga chiqqan quyosh chiqishi bilan mana shu tepaga tushar ekan. Ham kechga doğru kirib ketguncha quyosh arimaydi bu yerdan. Ash uchun isitishga oson. Faqat kechqurunda yaxshi saqlasangiz, kunduzi o'zini issig'i o'ziga yetadi. Endi qishda baribir yoki pechka yokida qishda xudo xolasa haligi aqlli yo'ldan qo'yib, to'pli pol qilib har bir latoyni tagiga shuna qilib o'tkazmoqchimiz. Qilsa bo'ladi. Endi bu yerga qulupnay ekiladi bundan keyin, bu hosilingizdan keyin xudo xolasa. Endi bundan qancha daromad olsa bo'ladi shuncha pul tikib? Endi Xudoyim bergan endi. Biz ham birinchi nimamiz bu, eksperiment qilib hisobinglar bo'yicha qilyapsiz. Endi hisobimiz qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshida, Alloh bergani. Yaxshi daromad olsa bo'ladi. Olsa bo'ladi. Hozir mana surishtirdik, 2,5 sotik joydan 1 yilda qulpinoydan 70 million daromad qilishibdi. Xudo xolasa bizga ham berar shuni. Bemalol uy sharoitida. Uy sharoitida, ha. Ko'rib turganingizlarda birma-bir obzor qilib o'tdik. Albatta bu video davomi bo'ladi. Kelgusi oylarda shu hosilda qanaqa hosil qilingan, keyingi xudo xolasa qulupnayni ham ekkan joyiga kelib videosini qilamiz. E'tiborlar uchun rahmat. Shunaqangi foydali videolar faqat Vodiyda nima gap kanalida bo'ladi. Kanalimizdan uzoqlashmanglar. Yangi bo'lsanglar, podpiska va like tugmachasini bosib qo'yinglar. Albatta sizlar uchun doimiy shunaqangi yangiliklar chiqarib turamiz.